Assalomu alaykum yurtdoshlar. Buni 120 Iveco. 5 oylik Rafon. Xudo xolasa Rafon mashinasi o'ta go'zal chiqdi. 4 ta 150 talik 150 aralash tushdi bunga. Va pritseplarga ko'tarib hammashini pomna qilibdi. 150 aralash bo'lgan, yoniga zeyshtalargacha qo'yib, mana bu Iveco yozuvlargacha qo'yib chiroyli qilib ochiqat berdi ikkala tomonni ham. Kullodan chiqib ketmagan, o'ta ixcham o'ynadi. Xudo xolasa hammasi Xudo xolasa o'ta chiroyli. Oyoq burchiqdan spitenkalarga chiqib ketdi, spitenkalar yo'q ekan. O'ziga 8 ta 150 talik bo'lgan, 8 ta 150 talik joyda turibdi, 4 ta 200 talik qo'shilgan. Shu 5 tadan qo'l bo'lib o'ynadi. Buni egalari ham ishda mo'shna qildirganlar, yaxshi odamlar egalari. Mana xizmatlar bo'lsa, kimga bo'lsa shuna qilib beramiz. Ha, 120 Rafon mashinasi. Mana ko'cha buva. Konkret odamlar det. Det, bergapligingiz rozi bo'ling. Bo'l, salom aytib qo'yasiz Rafxonlik bolalarga. Ha. Mana mana shunday qilib chiqazib bitdi.